Bunaqa katta Napoleon bilan katta bitta yig'inni o'tkazib olasizlar va duo ham olasizlar. Bunisi ham boshlaylik. Margarin bilan unni urva holiga keltirib olamiz. Suvga 1 chimdim tuz, 2 dona tuxum, yarim choy qoshiq uksus solib, xamir qorib olamiz. Xamirimizni 8 ta bo'lakka bo'lib olamiz va kamida 2 soatga, ko'pi bilan 1 kunga xolodilnikda qoldiramiz. Dam olgan xamirlarimizni yoyib olamiz va vilka ustidan urib chiqamiz, chetini kesib olamiz. 170 gradusda 15 minutdan pishirib olamiz. Kremimiz o'sha klassik krem, sariyog' bilan sgushonka. Korshlarimizni korsh krem tartibida yopishtirib olamiz. Birinchi korshimizni to'g'ri qo'yib krem surtamiz, keyingi korshlarimizni orqasini o'girib krem surtadigan bo'lsak, qulayroq bo'ladi. Korshni chetidan chiqqan xamirimizni urvoq qilib sepib olamiz. Buni ovozini bitta eshitib ko'ring. Napoleonimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bemalol kesib dasturxonga tortishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha.